Dunyoda to'plagan shuncha obro'yim, shuncha boyligim o'lim degan haqiqatning oldida hech qanday qadr qiymatga ega emas ekan deyapti. U umrini boy berdi shu dunyo topish uchun. O'sha boyaga dindan yuz o'girib qo'yib, faqatgina moddiy farovonlikni quvdi. Shunga yetsam baxtli bo'laman deb o'yladi. Umrini berdi. Topdi boylikni, ammo o'zi istagan saodatni topmadi. Va topmaydi ham. Nima uchun? Robbimiz aytayapti, kim mening eslatmamdan yuz o'girsa, bas unga tanglik hayoti bo'ladi deyapti. Shuning uchun birodarlar, o'novi palonchi din bilan ishi yo'q, harom farishta pishlamay yeydi, ibodatdan uzoq, dunyosi ko'p bo'lganini ko'rib turib, shuna hayoti zo'r demang. Chunki insonni yaratuvchisi bo'lgan Xoliqi Alloh azza va jalla aytayapti, dindan yuz o'girdimi, uni hayoti tang bo'ladi deyapti. Boy bo'lishi mumkin, sog' bo'lishi mumkin, mansabi bo'lishi mumkin, lekin hayoti tang uni.